azizlarim, qadrdonlarim meni, yaxshi ko'rgan insonlarim meni. Mana shu video rolikni oxirigacha iltimos ko'raylik. Oxirigacha ko'raylik. Xulosa, o'zimizdan azizlarim meni. Ketdik. Voy qo'shnijon, to'xtang, mana kirib oling. Yangi qo'shnimi deyman. Sizga nechinchi etaj ekan? Voy, uzr. Dugosh, hozirgina psixologning yonidan kelyapman. Srochni erga tegmasam bo'lmas ekan. Stressga tushib qolman. Srochni er topmasam aniq depressiyaga tushib qolishim mumkin. Uxti, amana manda depressiyadan chiqaradigan noviy sosed. Voy. Mister qo'shni? Qo'shnijon, sovg'am yoqdimi? Voy rahmat, qo'shnijon. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Doim bir baloni boshlaydi. Bolam boshiga nima qildi? Ko'rmaysizmi? Ko'chada yiqilib boshini yoryapti. Tata boshimni ava qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Bo'ldi bolam, hozir ava qilib qo'yaman. Ana, yaxshi bo'lib ketdimi? Qo'shni. Nima bo'ldi qo'shnijon? Mana Wi-Fi sizga. Yo'q, kerak emas. Chin ko'ngildan. Rahmat. Ertaga sizni xuddi mana shu vaqtda mana bu lokatsiyada kutaman. Bo'pti. Xo'p degin bir kecha mehmon. Yana nima qildi bolaga? Ko'rmaysizmi? Palakat bosib qo'lini sindiryapti. Tata qo'lim ava qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Kel. Ana, yaxshi bo'ldimi? Qani qo'shni kiring. Qo'shni, siz tepaga chiqib turing, hozir chiqaman. Kutaman. Obbo, shu payt ham telefon qiladimi? Ha, xotin. Qayerdasiz? Tez больницаga keling. O'g'lingiz ko'ziga cho'p kirib ketdi. Ey xudo. Bolani otasizmisiz? Ha? Bolangiz boshqa ko'rmaydi. Nima? Sabrliroq bo'ling. Tata keldingizmi? Ha, keldim bolam. Tata ko'zim ko'rmayapti. Ko'zimdan bitta ava qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Tata ko'zim ko'rmayapti. Ko'zimdan bitta ava qilib qo'ying, yaxshi bo'lib ketsin. Biz qilayotgan gunohlarimiz badalini farzandlarimiz to'lamasin.